Assalomu alaykum hurmatli podpischilar, aziz do'stlar. Stadionimizni VIP zonalari haqida so'ragan ekanlar podpischilarimiz. Bugungi temamiz asosiy VIP zonalar haqida bo'ladi, nasib qilsa. Mana bizdagi VIP zonamiz 3-etajda belgilangan. 3-etajda deb belgiladik, nasib qilsa. Mana hozir VIP zonaga chiqib, bu haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Asosiy keladigan muxlislarimiz hammasi stadionimizda maxsus kiradigan 4 ta asosiy eshigi bo'ladi. 4 ta tomondan kirib kelishadi. Agar metro tomondan mana kirib kelinadigan tomon deb oladigan bo'lsak, bu burchagimizni kirib nasib qilsa parkovka, maxsus parkovka uchun joylarimiz ajratilgan. Parkovkalarda mashinalarni bemalol qo'yib olib, muxlislarimiz xuddi mana shunday yo'laklarimiz orqali kirib kelishadi. Va so'ngida esa bu yerdan kirib kelib, orqa tomonda, ya'niki ostki tomonda mana tribunamizni, mana bu tribuna qismi bo'ladigan bo'lsa, tribuna qismini ostida maxsus lestnitsalarimiz, liftlarimiz bor. Maxsus liftlarimiz joylashgan. Mana shu liftlar, lestnitsalar orqali nasib qilsa kirib kelishadi. Kirib kelsa bo'ladi va bu tomonni nasib qilsa bizdagi VIP zonalarimiz hisoblanadi. Bu yerda mana qo'shimcha VIP mehmonlarimiz uchun qo'shimcha xonalar, nima deydi, murabbiylarimiz uchun yokida futbolistlarimiz o'zi uchun ham maxsus xonalar yaratiladi. VIP mehmonlarimiz uchun mana shunday shaklda maxsus xonalar qo'yilib, istasa chiqib bu xonalarimiz mana перегородкалari bo'ladi, mana bitta mana, ya'niki bu har bitta xona отдельно shaklda. Mana stoyka turibdimi, stoykani to'g'ridan bir xona bo'linadi. Bu maxsus bir mehmonlar uchun. Bu tomoni boshqa uchun, bu tomoni boshqa, xuddi shunday shaklda bo'ladi. Bu перегородкamiz, ya'niki mana bu stoykamizdan, kolonamizdan bu tomonga qarab devorimiz, zaborimiz keladi va o'zini maxsus xonasidan chiqib, maxsus yo'lak orqali kelib mana bittagi o'yinni bemalol tomosha qilsa bo'ladi. Agar istasa o'zlari uchun xonasini o'zida, masalan, primoy efirdan maxsus ko'rsatib beriladigan televizorlar bilan ham jihozlangan bo'ladi. Muxlislarimiz esa kelib maxsus lestnitsalardan chiqib, so'nglarida kelib mana shu shakldagi lestnitsalarimiz orqali istasa tribunasiga chiqib ketaveradi. Bu yerdan esa maxsus VIP zaldan esa aynan anaqa qilishga priyama kelib, ya'niki lestnitsalardan chiqib kelib, mana to'g'rayimizdagi eshikda lestnitsamiz bor. Shu lestnitsadan kirib chiqib kelib, odamlar primoy bu tomonga kirib keta olmaydilar. Ya'niki tribunalarga chiqib keta olmaydilar. Tribunada chiqish uchun maxsus o'zini naqalari bor. Yo'laklari qilib qo'yiladi. Faqat mana burchagimizda hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana yonma-yon kelgan ikkita lestnitsamiz bor. E'tibor qilsangiz, juda orasi kichkina bo'lib qolgan. Maxsus mana shu lestnitsalarimiz orqali tushib kelishlari mumkin bo'ladi tribunaga. Faqat shu yerdan. Bunda mana narigi tomonda mana tribunamiz qo'shilgan yerdan. Xuddi shundayki, har bitta blokda o'zini maxsus tushib keladigan yo'lagi bo'ladi. Shu orqali muxlislarimiz tushib kelib o'zlarining joylariga egallashlari mumkin. VIP zonada esa o'zini maxsus yo'laklari, maxsus xonalari bo'lib, hamma o'zini xonasida kirib, xohlasa xonasidan, xohlasa tashqaridan bemalol futbolni tomosha qilsa bo'ladi. Endi oz bo'lsa ham VIP zonamiz haqida sizlarga ma'lumot yetkazganimizdan xursandmiz. Kommentariyada bemalol yozaveringlar, qanday zonalar haqida, qayer haqida ma'lumot kerak bo'lsa bemalol so'raveringlar. Qo'limizdan kelguncha sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Nasib qilsa qo'llab-quvvatlab tursangizlar, albatta sizlar bilan birgalikda hammasiga erishamiz, do'stlar.